Topdingiz, biz qurilish materiallari savdo markazidamiz, ya'ni Home Depot'damiz. Home Depot savdo markazining barcha nuqtasida bu ustaxona uchun mutlaqo bepul. Har oyning birinchi sanasida va birinchi shanbasida ertalabki soat 9 da boshlanadi va siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishingiz uchun Google'ga Home Depot Free Kids Activity deb yozasiz va sizga anketa kelib chiqadi. Anketani to'ldirasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Agarda ro'yxatdan o'ta olmasangiz, joy to'lib qolgan bo'lsa, vaqtliroq keling va kirishga muvaffaq bo'ling va bolangizga qiziqarli vaqt bering. Sizga mana shunday narsalar beriladi va ularni bosqichma-bosqich bajarasiz va Oh my God. rasmda ko'rib turganingizdek narsani yasagan edik. Afsuski ko'rsata olmayman, sababi qizlarim talashib sindirib qo'yishgan edi.